Saudiya klubi rahbari Messi bilan muzokara o'tkazmoqchi. Lionel Messi Ronalduga raqobat qilishga keladimi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Top Liga kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Inter Miami va Argentina terma jamoasi futbolchisi Lionel Messi Saudiya Arabistoni chempionatiga yo'l olishi mumkin. Bu haqda Sport S jurnalisti xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, 38 yoshli hujumchini Al Hilol o'z safiga qo'shib olmoqchi. Saudiya klubi prezidenti ayni damda klublar o'rtasidagi jahon chempionatida AQShda bo'lib turibdi. U 8 karra oltin to'p sohibi bilan muzokara o'tkazmoqchi. Lionelning Amerika klubi bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning oxirida yakuniga yetadi. Umuman olganda argentinalik futbolchi Inter Miami safida 62 ta o'yinni o'tkazib, 50 ta gol va 24 ta golli uzatma o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Qadrli muxlislar, siz nima deb o'ylaysiz? Lionel Messi Ronaldu to'p tepayotgan Saudiya chempionatiga o'tgani ma'qulmi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.